Assalomu alaykum YouTube shaydolari. Qaranglar, men chiroyli gulim ekib qo'ydim. Bularni rosa yaxshi ko'raman. Bitta shoxidan oldim. Har doim gullarim jup yursin deb mana ukol tabletkadan qiyiq qilib kesib yonidagi shoxidan ekyapman. Gullarim har doim jufti bilan yursin deyman. Har doim ikkitadan olaman. Bo'lmasa bitta olgan gullarimni har doim yoniga qo'shib ekaman. Qaranglar, buni ochilganini, bunchalarini ko'rib rosa havasim keldi. Oldim. Mana yonidagi bargidan o'zini gulimkasiga ekib qo'yibman. Xudo xolisa ildiz otsa yana obzor qilib sizlarga nima qilman, lekin bargiga hech qachon buni bargiga suv tegish kerak emas ekan. Bargiga suv tegsa sarg'ayib bargi tushib ketar ekan. Buni ham xudo xolisa sizlarga ko'paytirib ko'pgina qilib dollar gullarimga o'xshab dollar gullarim o'zidan o'zi ko'payib ketgan. Hozir mana dollar gullarim 60 ta. Dollar gullarimga o'zim ham havasim keladi. Qaranglar, ekdim, ikkita bo'ldi. Mana bitta gul olib kelgan, mana shu paketdagi gulimni mana ikkita qilib yonidan olib ekdim. Va qaranglar, buni chiroyli to'ppeligini mana agar bargiga suv quysanglar, bargi mana shunaqa bo'lib sarg'ayib ketar ekan. Bu barglarini olib tashlayman. Chiroyli barglar qilib chiroyli gul. Qaranglar, suv quydim bunga. Chiroyligiga havasim kelib oldim. Mana bitta guldan ikkita gul ona va bola bo'ldi. Ona va bola gul va lola bo'ldi bular. Rahmat e'tiboringlar uchun, menga like bosganlar uchun, meni ko'rayotganinglar uchun, vaqtinglarni ayab kattakon sizlarga rahmat. Qo'linglar dard ko'rmasin. Hammanglarning gulinglar gullab yashnasin. Hammanglar nimaki ezgu niyat qilsanglar, niyatinglarga erishinglar. Mana gullaringlar ochilib sizlarni xursand qilsin. Meni o'zimni gullarim ochilsa, men xursand bo'laman. Mana shu gulim ham ochilsa xursand bo'laman. O'shaning uchun sizlarga ham shu tilak, har doim gulinglar ochilib, gullab yashnasin. Rahmat e'tiboringlar uchun kattakon.